Babalı müəllimimiz sağ ol ki, bir xidmət edib getdim. Rəhmət. Rahmat. Bunda kaşası ötkəzməydi ki, adamın yanışı həmiş oxşaşkən. Qotlam yox. Asa yan tabii çıxalda sizliklə, men bolsa yaxın kelməy sizliklə ayta qaldı. Nurgun ballam yan toqtaş qalğan ballar qalsanlar, miş bunlara yıqılan yan toqtaş qapaqan deb yan toqtaş. Mübarək olsun. Məni kösürlər buldasılar. Matət. Rahmetim. Bilgan ma'qulchimizdan boshlaymiz. Bilgan 3 nafar o'quvchimiz kirib, 4 nafar o'quvchimiz ishlaylar o'tabdi. Biraylarning xabari yo'q. Men vaqtcha babal oldirgan bo'lmoqchi maqsadim tam bermam bo'ldi. Ma'qulchim 4-qatlamda tam o'tamagan. Ma o'tamay anda ko'z qo'yib mashqbek yaxshikan lekin ko'z qo'yib sizga o'zgartiribdi. Ma birinchi qitim nima qilib qolgan sababini so'zlab boshqa paytni qolsin. Birinchi qitimda o'zimni stoylab ketibman, rost gap qilsam. Tamkin edib kelgan. Ay shu 100 nomer bilan kelib, men cho'qim 100 nomer olmasam bo'lmaydi deb o'zim bisim qilib, shuning bilan. Shuning bilan bu sizlikda bek yaxshi to'xtatdim deb o'ylasam, sizlik dess tutdimi? Yaxshi to'xtatgan desib, yaxshi to'xtatibman, shuning bilan. 100 nomer o'tmadim, nol. Ikkinchi qitimda aniyat yaxshi edib shu eng oxirida 30 santidan çoğunrak 50 santidan kichikroq bo'lib 10 nomer tatdi 90 bilan o'tib ketdi. Buni so'chirib, karak 90 bizning bilan kelganimda 10 nomer ba'zi bo'lgan his qilib, ikkinchi qitim yana 90 nelab. Birinchi qitimda sizlikning to'psiga chiqib olibdim-a. Dess tutdi-da. Ikkinchi qitimda shu karak to'xtay bo'ldi 10 nomer olmayman deb 10 nomerni berib o'tgan. Shu bilan 90 bilan o'tib qoldim. Va xo'sh oldimki, matbet, voy anam oxir qildim. 4-qitni o'tdim, men qashim ishni o'tamay izlab kelib, meslar so'rab qanday qilsam bo'ladi deb yaxshi ko'rsatdik. Menda o'rgangan bo'ldi, 3 soat o'tdi bilganimda. 6 soat edibdimi? 6 soat bo'ldi, 6 soat degan bo'lsin. Ishqib o'tdi, ishqib mashq yaxshi bilganimda oxir qitim qutib qolgan bo'ldi. Gerçi Sibir'den seçkiyi özgertvetken bo'lsam lekin hergiz mo seçki deb sal qarmaslik kerak. O mashinaga chiqib ma'lumda qashasi o'tkazmaydi ki adamni yanışı hemmiş oxşaşken. Qotlam yo'q. Aslında degan bilan bizga gapxonash aslında. Yanılam adam ensireydi ki 4-chi qitim o'tamasman mo deb. Şerefsiz ikkinchi qitimda ara o'tdim bu qolsa lekin nayt xo'sh oldum. Rahmat ma'lum sizlarga. Gerçi burun tanishmagan bo'lsaqmi, az qolgan tunishib g'alabalik oldi 4-chi qitim o'tib oldim. Rahmat. Hangiz ma'qulishimizning juraksizini anlab baqsaq, men nomanka bishqim qop-qopda. Niyat qopqan so'zlab turgan, boshlamış qopqagan yerdan bu kilni. Birinchi fursat nereden qaldingiz? Birinchi qitim fursat 100 nomer bilan kelib, yondim mashina to'xtatishda 50 santidan ishib ketib, shuni bilan 100 nomerni biraqlam tatib etdi. Men desibetdi. Men töbe chiqvalda sizlikni, men bo'lsa yaqin kelmay sizlikni ayta qoldim. Nurg'un ballam yon to'xtash qolgan ballar qolsanlar, mishponlar yiqilgan yon to'xtash qopqaqqan deb yon to'xtashni taktikasini bir tuzlab turyapman. Qancha yaxshi degan bilan yanılanma şu 30 santisini keltirish jarayonida qolib qolsangiz, yana o'tamagan o'xshashlan. Shuning uchun o'quvchimizmi hamda oxir qatimda qopdi. Voy, siz o'tdingizmi? Bir qitim o'tgan. Meydandan qata ishga. Nomer birinchi yil chiqdi. Angiz ma'qulchimizdan qolsa 3 qitim imtihonisi 2 qitim Urumchi taraf imtihon bir o'tamay Qashqan yini ko'p dangan yutkab kelib, hamishada dangan yutkab 3-chi dangan yutkazgan o'quvchimiz bo'ldi. Hamish o'rgangan jarayonda hamda xil bir jafal tatib o'rgangantingiz, yon to'xtash tas qilib 2-chi qitimliqda bizni bilan o'tadi. Birinchi qitimda bizni bilan emasmi? Sal yaqinlashgan bo'lsangiz, bizni bilan kelganda yaqinlashmay qolibsiz ekan. Ba'zi joysiz vositlar bilan men adib o'qaldimmi? Men o'qaldim. Prabağız babalar Hüseyin Cəməlimizdən danlar bək yaxşı yükdü o. 5 məsuliyyətcan. 8 kun ketdimi sizga? Ona da azraq ketdi. Azraq ketdim. Shu atrofda endi o'rganib qilib bo'ldi. Sizga muborak bo'lsin. Rahmat ma'lum sizlarga. Ma'qulchimizlar qasma pelvondan gapini anglayna. Hozir bek xushal. Ishda babalı müəllimimiz sağ ol ki, bir xidmət edib getdim. Rahmat. Men Muxsal ma'lum. Sizlarga yaxshi ketganlar, yaxshi yetakliganlardan o'tdim siqilib. Ma'qulchimizni o'tib chiqibdi. Ismoil Vassaqam nima keldi. Men ma'qulchim o'tdim 2 qitimliqda. 2 qitimdan talik kelib qolgan bo'ldi. Sibermasiz. Siber. To'fon. O'talay tamamda. O yakay 5-chi qitimda ish bitib qoldi. Sizga muborak bo'lsin. Rahmat ma'lum sizlarga. Rahmat ma'lum. Erzishlamış o'quvchilarimiz işte o'ta kichik xushalik qolsa, ish bo'lib tirishda bizim tirishda o'tmaydigan ish yo'q. Chuqur o'talaysizlar, o'zingizning kuchliqlaringizlar bizga men hozir sizga qashaqqanga, ya o'takmanda besim qilib olganga, yoki qishg'an o'tak qilish yo'q. Chuqur biz yalam tirishimiz kerak. Davomli o'qigan bolalar yoki shu o'qiydigan bolalar aloqalasanglar, o'quvchi orqali yetakchilik qilamiz. Davomli o'qish qabul qilyapman. Men ta'tildan o'qish bo'lib ziyoda jiq. Mening qishim emas, har qanday imtihon metimda jiq. Chuqur menda o'rnalab kelishmasak, demaysiz. To'kitlar chiqib mashina demay qarshi hozir sharoitda. Shuncha Alloh chiqishni umid qilaman. Davomli muborak bo'lsin. Seçki bo'lgan bilan siz qarmanglar, yanılan bizlarni edim sana. Mashina. To'g'ri. Nima qila qilshamamsiz? Bye bye.